Assalomu alaykum. Issiqxona parnik ishqibozlari. Mana bugun bu parnigimizni bitkazganimizga ro'ppa rosa 6 kun bo'ldi. 6 kunning ichida mana Dehqon akamiz o'zi qulupnoylarni mana ekib qo'yibdi. Qulupnoylarga sortlariga unaqa tushunmayman, lekin apel mana ekib qo'yibdi. O'zi tutib chiroyli bo'lib qolibdi. Bu stilaji. Parnikni biz qiluvdik, xudo xolasa. Yetar 6 kun 7 kun oldin biz qilganmiz. Mana portishkalari bilan bu atrofi ham polni ko'tariladi. Bu tarafi ham portishka, bu atrofi ham polni ko'tariladi. Bu tarafi ham. Portishkalari ham. Kimgadir shunaqa issiqxona parnik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar, aloqaga chiqa olasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab bu ishimiz yo'lga qo'yilgan. Ko'ringlar akalar. Samarqand viloyati Juma shaharchasi.